Bo'lg'usi videolarda koinot olimlari nimani sir tutayotgani va nima uchun dunyoning eng kuchli aql egalari bu sirni fosh etishga urinayotganini bilib olasiz. Tasavvur qiling, 400 yil avval yaqin kunlargacha biz Quyosh Yer atrofida yoki Yer Quyosh atrofida aylanishini bilmasdik. Hozir esa bu hammaga ma'lum. Demak, Yer Quyosh atrofida, Quyosh Yer bilan birga Somon yo'lining galaktika markazi atrofida aylanishini bilamiz. Somon yo'li va uning 50 taga yaqin qo'shnilari ko'zga ko'rinmas tortishish markazi superklaster ichida joylashgan mahalliy galaktikalar atrofida aylanadi. U boshqa superklasterlar singari Lanakia superklasterining bir bo'lagi bo'lib chiqdi. Undagi obyektlar bir nuqta atrofida aylanmaydi. Shunchaki markazdagi o'ta og'ir anomaliya attraktorini yiqitishga urinadilar. Galaktikamizning o'ziga xos joylashuvi tufayli biz uni ko'ra olmaymiz. Galaktikamiz eski manzarani to'sadi. Ammo bizni attraktor emas, uning markazidagi qo'rquv uyg'otuvchi maydon qiziqtiradi. Koinotda bunday bo'shliqlar voidlar deb ataladi. Agar koinotga chetdan nazar tashlansa, voidlar bilan bog'langan son sanoqsiz galaktik tolalar tizimini namoyon qiladi. Agar bitta surat sifatida tasavvur qilsak, bizning olamimiz shu ko'rinishda bo'ladi.